45 gradus issiq bo'lishiga qaramasdan, kun yorug' bo'lishiga qaramasdan, hattoki mashinani yuvilishini kutmasdan sizlarga bitta obzor ko'rsatmoqchiman. Sababi O'zbekistonda birinchi bo'lib Chang'an Shinlan zavodi, ya'ni brendining oxirgi avlodi Deepal S09 ni o'zbekona birinchilardan bo'lib obzorini taqdim qilamiz. Agarda siz YouTube kanalimizda yangi bo'lsangiz, videoga like bosib qo'yib, podpisatsiya, ya'ni obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Video yorug' bo'lib ketgan bo'lsa, xafa bo'lmaysizlar, chunki haqiqatan kun issiq, lekin men sizlarga shu issiqda yaxshi kontentlarni ulashda davom etamiz. Tanishing, Deepal S09. Bu avtomobil boshqa modellardan, ya'ni asosiy raqobatchisi hisoblangan Li modellaridan nima ustunliklari borki, O'zbekistonga birinchilardan bo'lib bu avtomobil kirib keldi. Xo'p, avtomobil umumiy uzunligiga to'xtaladigan bo'lsak, anchagina katta, ya'ni oldingi S07, hattoki Dongfeng 008 dan ham uzun. Hatto mana yonimizda Dongfeng 008 turibdi. Bundan oldingi obzorimizni ko'rmagan bo'lsangiz, Dongfeng 008 hamda Leapmotor C16 mana shu tepada bemalol burchakda chiqadi. O'shaning ustiga bossanglar, to'liq obzorini ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Ya'ni 30 mingdan 32 minggacha avtomobil qidirayotgan bo'lsangiz, yuqoridagi obzorimizni ko'rib, o'zingizlarning fikringizni bildirsanglar bo'ladi. Xo'p, ana endi Li'ning alternativ varianti qanaqa ekan? Avtomobil uzunligiga to'xtaladigan bo'lsak, 5 metr 20 santimetr. Menimcha o'lcham jihatdan anchagina bu avtomobil katta. Undan tashqari avtomobilni bo'yini aytadigan bo'lsak, 180, eniga esa 199 santimetrni tashkil qiladi. Salkam 2 metrni tashkil qiladigan ushbu gibrid avtomobilimiz umumiy miqdorda elektrni o'zida 220 kilometrdan ortiq masofa beryapti. Endi menimcha bizning sharoitlarda 160-170 kilometr atrofida yuradi. Endi yurish xuddi o'zingizlar bilasizlar, ya'ni yurish tempiga bog'liq hisoblanadi. Yaxshi tarafi ushbu avtomobilimizda 6 kishilik, ya'ni bizning xalqimiz oila sevar hisoblanadi. Bu modellarimiz bizning xalqimiz uchun juda ham qulay bo'lishi kutilmoqda. Xo'p, avtomobillarimiz umumiy g'ildiraklar bazasiga to'xtaladigan bo'lsak, 3 metr 10 santimetrni tashkil qiladi. Undan tashqari bu avtomobilda men e'tiborimni tortganim, ya'ni ko'rayotgan bo'lsanglar, lidar funksiyalari ham mavjud ekan. Leapmotor C16 da o'tgan safar videoda ham aytdik, lidar funksiyasi bo'lgani bilan ishlamaydi, lekin bo'ladi. Ishlaydi. Undan tashqari yana bitta narsasiga to'xtalib o'tishimiz kerak. Mashinani mana yon taraflari ham Teslaga ham o'xshatib yubordim mana joylarini. Haqiqatan juda haydashingizga komfortli bo'lishi uchun kameralari yon taraflarida ham, hattoki bokovey yon qismlarida ham mavjud. Mana buni qaranglar. Nomincha kamerasi ko'p. Bu mashinalar g'irt sotqin mashinaga o'xshatib tuyuldi, lekin zo'r. Xo'p, buni qanaqa paysalar bo'lsa, buni asosan Xitoyda 5 ta paysasi bor. Max, Ultra Plus ham yana ikkitasi bo'ladi. Ya'ni buni polniy приводli hamda задний приводli versiyalar bo'ladi. Bunisi esa, ya'ni sizlarga taqdim qilayotgani esa Ultra Plus, ya'ni eng oxirgi AVD komplektatsiyasi. Zavod tomonidan ushbu avtomobillar 4 xil rang asosida ishlab chiqariladi. Qora hamda seri, ko'k hamda yana bitta mana bunaqa cerebresti ranglari bor, hamda shu ko'k ranglar, ya'ni 4 xil rangda chiqadi. Cerebresti, oq, qora hamda ko'k ranglari sotuvda bo'ladi. Lekin bizda hozir ko'rasizlar, qora hamda cerebresti ranglari bor. Yetmaganiga Michelin Pilot Sport. Agar siz ushbu balonni alohida sotib olaman desangiz, kamida sizga diskingizni razmeriga qarab turib 2,5 ming dollar, 1,5 ming dollardan 2,5 ming dollargacha balonni o'zi turadi. Bu avtomobilingizda zavod tomonidan qo'yilgan, ya'ni mana shu brendni o'zi avtomobillar narxi arzon emasligini bildirib qo'yadi. Ya'ni sifatiga yarasha. Shu paytgacha hattoki o'zim ham uydagilarga shu Deepal S07 ni sovg'a qilganman, ya'ni S7 ni sovg'a qilganman. Xuddi shuni keyingi avlodi, ya'ni oxirgi avlodi, qimmat avlodi va puliga arziydigan varianti Deepal S09 bugun sizlarga ko'rsatamiz. Xo'p, yana yonida nima funksiyalarni ko'rishingiz mumkin? Bokoveyda har doimgidek slip zona bor, hamda isitish funksiyalari bor, ya'ni qishda bokovey muzlab qolmaslik funksiyalari ham mavjud. Avtomobil razmeri haqiqatan 5 metrdan oshiq, ya'ni 5 metr 20 santimetr. Ichki saloni ozgina kirroq, ahamiyat bermaysizlar, sababi bu mashinani biz tezroq obzorni sizlarga chiqarish uchun ichki salonlarni bitta ko'rsatamiz. Oranjli hamda mana bunaqa молочный ranglari ham bor. Menimcha mana bu sveti menga ko'proq yoqdi. Undaqa молочный sveti ham juda ham chiroyli ekan. Xo'p, avtomobilda yo'q narsani men kutgan edim, pnevma podveska bo'lishini, lekin avtomobilda pnevma podveskasi mavjud emas ekan. Ya'ni eng fullida ham pnevmasi bo'lmas ekan. Undan tashqari mashinada davochiklar qo'yilmagan. Lekin davochikga unaqa katta qimmat summa turadigan narsa emas. Bemalol davochikga ustanovka qildirib tursangiz bo'ladi. Zinasini yoqqan tarafi ancha yumshoq. Shani o'tirgan odam o'zi bittada fikr bildira oladi. Men buni hech qanaqasiga sizlarga og'zaki ko'rinishda yetkazib bera olmayman. Shuning uchun buni o'tirib bitta ko'rishingiz kerak. Komplektatsiyasi o'zini katta zaratchiga chiqadi. Xudo xolasa mana zaratchiklarni qo'yib qo'ydim. Atletdan sizlarga ko'rsatish maqsadi. Undan tashqari mana funksiyalarni qaranglar. Atamankalari bor, sidinlari isitadi, sovutadi.
Undan tashqari orqasida monitorlari ham bor. Mana bu Alicantaraga necha baho? Aytaman, arzon detallar ishlatilmagan mashinada. Shuning uchun avtomobilning narxi anchagina balandroq chiqarilgan. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, ranglari juda moshni qilib chiqarilibdi. Endi oq rangi ham ancha chiroyli. Xo'p, monitorga to'xtalib o'tamiz. Bu avtomobilimizning monitori ham anchagina katta. Motor hajmiga ahamiyat bermaymiz boya. Bularda hammasida motorlar o'zi oldindan, ya'ni G318 Dipalda ham, bunda ham 1.5 litrlikdan boshlanadi motorlari, lekin 1.5 turbina bo'lgani bilan avtomobilning ot kuchi anchagina seriyozli bo'ladi. Ya'ni bularda xuddi Lilianikiga o'xshagan 400 dan yuqori bo'lgan ot kuchi shu avtomobilingizda dvigateli sizga yetkazib bera oladi. Xo'p, ya'ni aytdik avtomobil 200 kilometrdan oshiq, ya'ni 210, 220 komplektatsiyalar bo'ladi. 200 kilometrdan oshiq Xitoy tomonidan beriladi. Endi 100 ga necha sekundda chiqadi degan savol menimcha yosh avlodni qiziqtiradi. 5 va 9 sekundda avtomobil 0 dan 100 tezlikgacha tezlasha oladi. Men bunda ko'rgan narsam monitor krossli qo'shaloq uzun displey ham anchagina katta. Undan tashqari bu aniq Huawei operatsion tizimi bilan jihozlangan. Mana bitta o'zim o'tirib ishonsanglar, hali mashinaning ichiga o'zim o'tirib ko'rmadim. Sababi qimmat model. Endi biz asosan boshqalardan obzorga bu mashina bizda hali kelmaganligi uchun boshqalardan iltimos qilib avtomobil obzorini sizlarga taqdim qilyapmiz. Lekin ahamiyat bergan bo'lsak, Huawei operatsion tizimi ancha sizga Android hamda hattoki Apple CarPlay, ya'ni Apple bilan bog'lanishingizga qulaylik yaratib bera oladi. Ya'ni istalgan paytda siz smartfoningizni ushbu avtomobil bilan bog'lab ishlatish funksiyalarini foydalanishingiz mumkin. Hali o'zim avtomobil ichiga o'tirib ko'rmadim, lekin sidinasini mana o'rindiqlarni ushagan o'zida sifat jihatini, ya'ni avtomobil nega bu darajada narxi liga yaqinligini sizga fakt bilan keltirib bera olaman. Buning ichida o'tirgan odam, ya'ni o'zini bemalol qulay his qila oladi. G318, ya'ni Dipalli Shinlan G318 modeliga o'xshab rul jihatidan ancha bir-biriga yaqin qilib ishlab chiqaradi, lekin bu oxirgi avlod bo'lgani uchun, ya'ni boshqaruv tizimi, ya'ni rulingizni chambaragida o'zgarishlar sezilarli darajada ko'paygan. Undan tashqari avtomobil uchun ikkita telefoningizni qo'yadigan hamda bespirodli zaryadkasi 50 watt. Bu degani sizni simsiz quvvatlash vositangiz, ya'ni telefoningizni batteriy zaryadkadan 2 barobar tez to'ldiradi degan ma'noni keltira oladi. Xo'p, litiy fosfat, fosfat, ya'ni bu batareykasiga to'xtalib o'tamiz. Bu batareykasi ham bilasizlar, eng oxirgi avlod vakili hisoblanadi. Ya'ni batareykasi ham arzon batareykaga qo'yilmagan. Bu degani yozda chillasida ham avtomobil qizib ketmaydi va xudo ko'rsatmasin yonish degan narsadan uzoq bo'ladi. Xo'p, endi eng kerakli bo'lgan narsalarga to'xtalib o'tsak, bu avtomobilga qanaqa benzin quyiladi? O'zi zavod tomonidan aniq 92+, ya'ni 92 dan yuqorisi tavsiya qiladi. Ya'ni biz ham sizga avtomobilda 95 dan yuqorisini quyishingiz, bu monitordan ochiladi bu joyi, 95 dan quyishingizni so'rab qolamiz. Sizga nima funksiya kerak bo'lsa, barcha funksiya bu avtomobilda mujassam. Adaptiv cruise control, avto торможение, pulse удержание, hammasi bor. Bismillahirrohmanirrohim. Endi ichiga o'tiraylik, hammaga nasib qilsin. Podsvetkalar, displeylar, hamma kerakli bo'lgan funksiyalari bor. Yaxshi ingliz tilini yaxshi bilganim uchun bemalol avtomobil boshqaruv panelida muammo bo'lmaydi bizda. Endi rus tili bo'ladimi degan savol bo'lishi mumkin. Pastda raqamlar qoldiramiz. Xudo xohlasa, menimcha rusifikatsiya bo'yicha ham yaqin atrofda bunga rus tili ham keladi, muammosi yo'q. Bu yerda asosiy panel Luke 008 ga o'xshagan mana shunday ko'rinishda Luke, lekin mashinani qulayligi, boshqaruv paneli ancha yumshoq. Yana bitta tarafi men ahamiyat berganim, barcha boshqaruv, ya'ni uzatmalar qilsak hammasi rul orqasida joylashgan. Undan tashqari bu yerda avtoparkovka funksiyalari ham mavjud ekan. Monitor anchagina katta. Konditsionerlarni boshqaruvi, texnologiya degan joylardan olib ketdi. Funksiyalar menimcha anchagina ko'p. Bunga bemalol YouTube, navigator va boshqa qo'shimcha funksiyalarni yozish imkoniyati bor. 6 kishilik 008 dan katta, C16 dan katta, Leap Motors undan tashqari Li 8 bilan razmer jihatdan ancha Li 8 dan ham katta, Li 9 bilan bemalol solishtirsanglar bo'ladi. Narx jihatdan anchagina kompaktni, ko'rasizlar atamankalarni, bu yerda massaj funksiyalarini, yana orqa o'rindiqlarda massaj funksiyalari ham mavjud. Alikantarlari ham ancha zo'r, orqalari ham, o'rindiqlari ham bunda mexanik emas, ya'ni bemalol qo'lda ochib yopish shart emas. Bittada orqa o'rindiqlarni ham sizlarga ko'rsatamiz. Endi bilasizlar, bizning o'zbeklar mana bu Xitoy yozuvlarini olib tashlashadi, aniq, qop-qora qilib. Xo'p, xuddi mana gel mashinamga o'xshab, bu ham qaranglar, oldin qaranglar. O'rindiqlari suriladi. Hamda ko'tarishi mana ko'rsatsangiz bo'ladi. Operatorlarimiz
6 kishilik to'laqonli elektron paket. Bu Ultra Plus, ya'ni eng oxirgi komplektatsiya, ya'ni Xitoydagi 5-pozitsiyasi hisoblanadi. Mashina yomon emas. Ko'rasizlar, o'zi yana keng, anchagina keng. 3-qatori anchagina keng. Oilaviy insonlar uchun zo'r. Ana endi mashinaning eng qaymoq joyiga keldik. Xo'p, yaqin yillar ichida bu avtomobil narx jihatidan liga juda yaqin. Narxini aytib o'tamiz. $60,000 eng fullarini xaridsiz bo'ladi. Arzonroq komplektatsiyasi kerak etsanglar, unaqa komplektatsiyalarni ham zakaz berishingiz mumkin, lekin bu eng fulli, eng oxirgi Michelin Pilot Sport Ultra Plus komplektatsiyasi. Rasxodni ko'rasizlar, 362 litr, 5,5 litr yeydi mana shu mashina shu g'o'dasiga, lekin juda ham zo'r. 5,5 litr yoqilg'i sarfi, menimcha 95 benzin. Buni sotib olgan akalarga unaqa jalka emas, qo'polroq qilib aytadigan bo'lsak. Xo'p, kelasizlar, test drive ko'rsanglar bo'ladi, pastda nomerlar bo'ladi, bolalarimiz gaplashib, alohida sizga bitirib berishadi. Men bu avtosalonda ishlamayman, lekin menga kattakon rahmat aytib qolamiz, sababi bu imkoniyatni taqdim qilib, avtomobilni obzorga berib turishganligi uchun. Chunki O'zbekistonda birinchilardan bo'lib, siz shu obzorni ko'rasiz. Hattoki hali hech qaysi YouTube kanalida menimcha chiqmadi. Men qarab chiqdim, hali hech kimda chiqmadi. Boshqa modellarga qaraganda bunda ham shu parktronik datchiklar bor, hamma kerakli funksiyalar bor. Menimcha muzikali ritmlarga o'ynaydigan funksiyalar ham bo'lishi kerak bu avtomobilda. Juda funksiyasi ko'p. Agar sizga har bitta funksiyasini ko'rsatib beradigan bo'lsam, obzorimiz 1 soatdan oshiq davom etib, bitta o'zbek kinosini taymlariga yaqin bo'lib qoladi. Xo'p, qanaqa savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirasizlar. Xudo xolasa, motor to'g'risida ma'lumot berdik, avtomobil funksiyalariga ma'lumot berdik, asosiy ko'rinish parametrlarini sizlarga to'xtalib o'tdik, narxini to'xtalib o'tdik. Menimcha bu yerda faqatgina naqd to'lov turlari yordamida sotiladi. Agarda kredit bo'lsa, uni ham gaplashsa bo'lsa kerak. Telefon nomer qoldiramiz, telefon qilib to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Liderlari bor, xullas eng fulli, kimga kerak bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Xudo xolasa chiroyli narxlarda sizlarga yetkazib berish imkoniyati ham bor, sotuvda tayyor versiyalari ham bor. Videoga like bosib qo'yinglar, sababi issiqda video olish oson bo'lmayapti. Joningiz sog' bo'lsin. Keyin ko'rsatuvda ko'rishguncha.